Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, sizniki adashmasam kecha chiqqan edi, adashmasam. Aka, 744 mi mashinangiz? 744 mi? Ha? Aka, unaqa mashinnikka chiqarib yubormang, mashinnikka chiqarib yubormang yoki 744 mi? Maygodan ofitsialni chiqib qo'ygan davlat xizmatlaridan, aka. 744 mi, aka? Boshqa mashinani endi texpasportini tashlab olsa 744 ga chiqqandan keyin, aka, nima deganingiz bu endi? Aka, 744 ga chiqdi-yu, nima? Mashinniklik qilyapsan-ku, jinni. Muddatli to'lovga oldingmi? Bo'ldi, muddatli to'lovga oldingmi sen? Avtoto'lovdan, to'g'rimi? 744 gacha texpasport tashlayapsan-da, endi mana texpasport tashlayapsan. G'alati emasmi? Bitta pasport tashlaganman. Ikkinchisini o'chirib tashlayapsan. Mashinnikmisan? Tashlab qo'yding, faylni ham chiqqanlik haqida. Qayerda turasan-u, mujik? Mashinniklik qilyapsan. Ha, o'chirib qo'yapti. Kod mashlaga klientlarni yo'qotish kerak-da, mashinnik klientlar bor-da. Bilet.